Mamlakatimizda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar katta. Ko'plab yigit-qizlar yaratilgan sharoitlardan unumli foydalanib, bir qator yutuqlarga erishmoqda. Biroq guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlardek o'z yoshligini behuda sarflayotgan, ustiga ustak qonunlarni pisand qilmayotganlar ham uchrab turibdi. Xususan, Buxoro viloyatida o'zaro tortishuvlarni ko'cha yo'li bilan hal qilishga uringan jinoiy guruh a'zolari qo'lga olindi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zaro gap talashib qolgan yoshlar masalani hal qilib olish maqsadida Buxoro shahrida uchrashuv belgilashadi. Belgilangan joyga kelgan jabrlanuvchilarni 10-15 nafardan iborat yoshlar guruhi kutib olib, ular bilan janjallashgan. Guruh a'zolari jabrlanuvchilarni shafqatsizlarcha do'pposlab, ularning boshqaruvida bo'lgan oq rangli Nexia 2 avtomashinasiga jiddiy shikast yetkazishgan hamda voqea joyidan yashiringan. Bitta Shodi degan bacha boshqa bachani urayotgan edi. Keyin magazinga qochib ketgan. Keyin buni orqasidan magazin bordi ekanmiz. U Nexia chiqdi-yu, Muhammad deganda ustini urib ketdi maktabimdan. Urib ketdi-yu, kishamda mana kasset bor edi. Kassetni oldim-u, mana ustimga mahv qildi, ana mashina oldi. Menga shuna ko'rindi, men laboviga kassetni otdim keyin. Murojaat qilmoqchimanki, iltimos bolalaringizdan xabardor beringlar. Ming pushaymon, o'g'lim ham, o'zim ham farzandimni kechirishlaringizni so'rayman. Jabrlanuvchilardan ham kechirim so'raymiz. Xuddi shunga o'xshash holat avval ham Buxoro shahrining Labi hovuz majmuasi atrofida ham sodir etilgan. Aynan shu yoshlar tomonidan ko'chada o'tib ketayotgan 2 nafar talabani arzimagan sabablarni ro'kach qilib, hech bir asossiz urib tepib, ularga turli tan jarohatlari yetkazishgan. Olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida mazkur ikkala jinoyatga aloqador jami 13 nafar gumonlanuvchi shaxs aniqlandi. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirda mazkur jinoiy guruh a'zolaridan jabr ko'rganlar aniqlanmoqda. Holat yuzasidan qonun ustuvorligi ta'minlanadi.